Assalomu alaykum yaxshilar. Sizlar bilan bugun ChatGPT da yangiliklar ko'rib chiqamiz. ChatGPT ga kirganimizda mana bu yerda ikkita nuqtacha bo'ladi. Shuni ustiga bosganimizda mana yerda image deb yangi ochildi. Shu sahifasiga kirganimizda bizga tayyor rasm uchun tayyor promptli tashlab beradi bizga. Shundan xohlaganimizni tanlab, shunga qarab rasm generatsiyasini amalga oshirsak bo'ladi. Kelinglar mana shuni tanlaymiz. Shu yerdan o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Bu yerdan xohlasak mana bu rasmga tushib, xohlasak galereyamizdagi rasmlarni tanlasak bo'ladi. Hozir shulardan mana shuni qo'yamiz. Qo'yganimizda mana o'sha rasm generatsiyasiga o'tdi. Tayyor bu yerda prompti bor o'zini. Prompt yozish, prompt kirgizish shart emas. Sizga stil yoqsa bo'ldi. Stil yoqsa o'zingizga tanlab o'sha stilda, o'sha uslubda bemalol rasm yaratishingiz mumkin. Bu juda ham chiroyli hamda qulay. Promptni noto'g'ri kirgizdingiz yoki shaxsni tasdiqlang degan sizga oshiqcha muammolar bo'lmaydi. Ozgincha kutamiz rasmni generatsiya qilgunicha. Mana rasmimiz o'sha generatsiya bo'ldi. Mana ko'rdinglarmi qanaqa chiroyli chiqdi. Buni endi ustiga bossak mana save degan yozuv chiqadi. Shun bilan saqlab olamiz. Mana bu yerda yozuv chiqadi. Mana shunaqa deb. Mana chiroyli qilib mashinamizni saqlab oldik. Bu ko'rinishdan bu ko'rinishga keltirdik mana. Sizlar ham albatta yasab, kommentga yozib bo'lishinglar yasaganinglar haqida.